Dietologiyada eng ko'p uchraydigan 5 ta xato. Birinchisi, judayam oz ovqatlanish. Ko'pchilik ozish uchun kaloriyalarni keskin kamaytiradi, lekin bu metabolizmni sekinlashtiradi va tana yog' emas, mushakni yo'qota boshlaydi. Ikkinchisi, nonushta qilmaslik. Ertalabki ovqat moddalar almashuvini faollashtiradi. Uni tashlab ketish esa kun davomida ortiqcha ovqatlanishga sabab bo'ladi. Uchinchisi, ko'p mevalar iste'mol qilish. Meva foydali, lekin tarkibidagi fruktoza haddan tashqari ko'p bo'lsa, vazn yo'qotish qiyinlashadi. To'rtinchisi, suvni yetarlicha ichmaslik. Suvsizlik yog'larni yoqish jarayonini sekinlashtiradi va organizmni toksinlardan tozalashni qiyinlashtiradi. Beshinchisi, go'zallarim, eng muhimi, harakatsiz ozishga urinish. Faqat go'zallarim dietaga suyanib, jismoniy harakatsiz ozishga harakat qilish esa samarasiz bo'lishi mumkin. Mushaklar faolligi metabolizmni tezlashtiradi. Shu kabi xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun meni kuzatishda davom eting va obuna bo'ling. Bu videoni dieta qilib ham ozolmayotgan yaqiningizga yuborib qo'yishni unutmang.